shu istoriya olayotgan paytimda o'sha unaqa istoriya ko'p ham olmayapman hozirgi paytda. Bir motivatorligim tutib qoladimi, bilmayman. Eski kasbim tortib qoladi. Xullas, ertalab magazinga chiqdim-da, kartinkada. Kelinga ahamiyat berdim-da, quloqda telefon. Bola kichkina yuribdi bolachasi. Quloqda telefonni qistirib olgan. Endi voy uyda bo'layotgan to'rtta devor ichidagi narsani vaq endi kimga gapiryapti, endi uni bilmayman. Endi xo'sh o'sha kardinkadagilar ham eshityapti. Mana masalan beixtiyorda baribir eshityapmiz. O'sha qaynonasini, erini yomonlayotganini baribir eshitamiz-ku. Aytaman-da. Shunaqa to'xtab quloqdan telefonni olib qo'yib, "Bolangga qarasang-chi" degim keldi-da. Ishoninglar. Shunaqa degim keldi rostdan. Bolangga qarasang-chi undan ko'ra, hadi ming'ir qilib o'zingni jertva qilgandan ko'ra, hech kim yaxshilab bermaydi o'sha qaynonangni ham, qaynotangni ham. Qars ikki qo'ldan chiqadi, janvar bir manba, ikki qo'ldan chiqadi. Digilarim kelib ketdi-da. Aytdim, "Menga nima?" dedim. "Senga nima, Nilu?" dedim. Nima deysizlar? Sizlar ham mana shunaqa anaqalarga borganmisizlar? Situatsiyalarni ko'rganmisizlar yoki faqat meni oldimdan shunaqa ming'illaydigan, jertvaroldigan, o'zini bechara ko'rsatadigan kelinlar uchraverarmikin? Yo, men o'zim yomonmikin? Mana hammaga prezentatsiya qiladigan. Qizim aytgandek, siz yomon qaynona bo'lasiz degandek. Shunaqamikinman, bilmadim, lekin bilmadim. Menga imенно mana shu vaziyat yomon ta'sir qildi.